Assalomu alaykum, qadrdonlar, dehqonlar, guruh a'zolari. Bugun zamburug'li kasalliklarni oldini olish bo'yicha, ya'ni ish unumdorligini oshirish, vaqtdan unumli foydalanish bo'yicha, qolaversa iqtisodiy tomondan ham ushbu tavsiyamizga albatta amal qilishini so'rab qolamiz. Sizlar uchun oldini olish bo'yicha Koramin foliar preparati 10 litr suvga 15-20 gram и Foscraft MKP preparati. Ikkalasini 15-20 gramdan albatta ekinni yoshiga qarab beriladi. 15 gramdan 20 gramgacha qo'shasiz har ikki preparatimizni, mana Koramin foliar va albatta Foscraft MKP preparati. Yoki bo'lmasa albatta mana bunga sizga yana bir yordamchi bor, qo'shimcha Foscraft MKP bo'lmagan taqdirda, topolmagan taqdirda Foscraft MNZ preparatidan foydalanishingizni tavsiya qilamiz. Har uchalasini ham rasxoti 10 litr suvga 15-20 gramdan ekinni yoshiga qarab beriladi. Albatta ochiq maydondagi misol daraxtlarimiz va mevali daraxtlarga 20 gramdan har bir preparatimizdan mana Koramin foliar, Foscraft MKP, Foscraft MNZ ikkalasidan bittasini qo'llashingiz mumkin. Qo'shgan holatda 20 gramdan kam bo'lmasligi kerak. Ushbu preparatlardan foydalaning. Sevizgrov albatta sifat darajasi o'ta yuqori bu preparatlarni, Sevizgrov preparatlarda Yevropa standartiga to'liq javob beradi. Ma'lumotlarni qochirib yubormaslik uchun guruhga a'zo bo'ling yoki bo'lmasa saqlab qo'ying. Albatta o'z yaqinlaringiz bilan shu ma'lumotlarni bo'lishing. Qo'shimcha tavsiya va bepul ma'lumotlarni, tavsiyalarni quyidagi raqamlar orqali telefon qilib olishingiz mumkin. Albatta sizga yordam ko'rsatganimizdan xursandmiz.